kufriga rozi bo'lsa, ochilishiga rozi bo'lsa, endi siz biznikisiz-u, hamma sizni yuzingizni ko'rib maza qilaversin. Hamma ko'zi bilan sizni zino qilaversin. Hammaga zinoga biz rozimiz, sizga muborak bo'lsin degani bo'ladi. Ammo musulmon kishi, iymoni bor, hamiyati bor kishi hijobni himoya qiladi. Bir musulmon kishining gardanida 4 ta ayolda omonati bor dedilar payg'ambar alayhisalom. Birinchisi onasi, ikkinchisi ayoli, uchinchisi singlisi, opa-singlisi, to'rtinchisi qizi. Mana shularning ichida onasi agar otasining iymoni zaif bo'lsa, bolasining gardaniga tushadi, onasini himoya qilishligi. Hijobing bilan chiq, ey ona, ertaga Xudoning oldida yuzing kuymasin deydi. Ammo otasi mustahkam bo'lsa, farzandi gardanidan otaning gardaniga saqlanib qoladi. Singlisi, opasi, pochchasi agar iymoni zaif musulmon bo'lsa, u qo'y bersa, opajon, singiljon, yuzingizni yoping, bu Xudoning hukmi deb eslatib turadi. Ammo xotini bilan qizi uni gardanida bo'ladi. Uni omonatida bo'ladi. 8-mart ayollarda iymondan, Xudoning bitta hukmidan, ey mo'min bandalarim, ayollaringiz yuzini yopinglar. Uni kimligi tashqaridagilarga bilinib, fitna qo'zg'almasin, u sizniki degan Allohning hukmini yirtgan, shunga amal qilmagan, Allohning bitta hukmini inkor qilganlarda bayrami bo'ladi. Qaysiniz xotiningizni, qizingizni, ayolingizni, opa-singlingizni ana shunday Allohning hukmidan kufr hukmiga qarab o'tganligini muborakbod qilmoqchi bo'lsa, 8-mart bayrami bilan tabriklasin. Qizlarda, kelinlarda, ayollarda shar'iy hijobni kiymasligi, avratlarini yopmasligiga bir qancha sabablarni, bahonalarni ko'rsatishadi. Shulardan bittasi hijobni o'rashlikka o'zi ko'p ham qoniqmasligi. Zarilmaydi deydi.